deb kelgan. Mana bu yerda sariq, mana bu yerda ko'ngilli kiyim kiyyapti, mana bu yerda ro'zli kiyim kiyyapti. Bu bolalarning diqqatini jalb qiladi. To'rttalik kadr qilganingizda bola oxirigacha ko'rgunicha 15 sekund qilib qo'yasiz, video tugaydi. Yana qaytarib ko'radi. Qaytarib ko'rganda algoritm nima deydi? Qiziqarli ekan deb algoritm boshqa algoritmni ham taqdim qiladi. O'shaning uchun biz anjelalarni nihoyatda montajni ishlashimiz kerak. O'zim anjela yo'nalishdan ko'tarilganman. Juda ham ko'p shogirdlarim anjeladan daromad chiqqan. Kafeda ham yaxshi deb qo'shganman-da anjelaga. Hammasiga ham qo'yib olmayman, ora-orada qo'yaman. Prosmotr 30 ming degan bo'lyapti. Yaxshi. Ideya qilish kerak, chunki yo'nalish, anjel yo'nalishi tiqilib yotib uyda. Qidirilgan konkurentlarni o'sha qilib bo'lgan ideyalar. Biz nima qilishimiz kerak? Konkurentlarni analiz qilayotganimizda qayta ko'rishimiz kerak. Qanaqa qilyapti? Biz 12dan zo'r montaj qilishimiz kerak. Men shunaqa qilganman. Hind bitta vaqt ikkitadan qo'yamiz. Har 10 soatda bo'ladi. Bitta video qo'ydingiz, keyin 6 soatdan keyin orasi 6 Bo'ldi, qarab turinglar. Keyin Ro'zihamat bu o'quvchimiz bilan tushaylik.